Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, hozirgina chiqqan yangilik. Odil Hamrobekov Manchester City ostonasida transfer ehtimoli 70% ni tashkil qilmoqda. O'zbekiston futbolida tarixiy transfer sodir bo'lishi mumkin. Tarqalayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Manchester City Odil Hamrobekovga qiziqish bildirmoqda va dastlabki taklifni allaqachon yuborgan. Hozircha taklif rasmiylashgani yo'q, ammo manbalarga ko'ra transferning amalga oshishi ehtimoli taxminan 70% ga baholanmoqda. Qolgan 30% esa futbolchining shaxsiy shartlari va klublar o'rtasidagi yakuniy kelishuvga bog'liq. Agar transfer amalga oshsa, Manchester Cityda 2 nafar o'zbek futbolchisi to'p suradi. Bir tomonda himoya chizig'ida Abduqodir Husanov, ikkinchi tomonda yarim himoyada Odil Hamrobekov. Enzo Maresca yangi mavsum oldidan jamoani kuchaytirishda davom etayotganini aytgan va klub transfer bozorida hali faol ishlayotganini tasdiqlagan. Hamrobekovning asosiy ustunligi tajribasi, O'zbekiston terma jamoasining yetakchilaridan biri. To'p bilan ishlashi, maydon markazini nazorat qilishi va himoyadan hujumga tez o'tishi bilan ajralib turadi. Tasavvur qiling, Etihad stadionida Manchester City tarkibi e'lon qilinmoqda. Himoyada Abduqodir Husanov, markazda Odil Hamrobekov. Bu nafaqat futbolchilar, balki butun O'zbekiston futboli uchun ulkan voqea bo'ladi. 20 million yevrolik transfer O'zbekiston futboli tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylanishi mumkin. Bundan tashqari, Yevropaning skautlari o'zbek futboliga yanada ko'proq e'tibor qaratishni boshladi, chunki Abduqodir Husanovning o'yinlaridan Yevropa ham hayratda qolgan. Lekin hozircha eng muhim savol ochiq qolmoqda. Manchester City yakuniy qarorni qachon qabul qiladi? Transfer bozorining yopilishiga hali vaqt bor. Maresca boshqaruvidagi klub yangi futbolchilar izlashda davom etmoqda. Sizningcha Odil Hamrobekov Premier Liga darajasida o'ynay oladimi va Abduqodir Husanov bilan, ya'ni Hamrobekov va Husanov tandemi Manchester Cityda muvaffaqiyat qozonadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang do'stlar. Hozir juda ham ko'p insonlar kanalimga negativ fikr bildirishi mumkin. Buni qayerdan olding? Bunday bo'lmaydi deb, lekin men mana shu ingliz tilida chiqqan yangiliklarni o'zbek tiliga sifatli qilib tarjima qilib sizlarga taqdim etyapman do'stlar. Uxlamasdan tayyorladim. Albatta mehnatim uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lib, hamyurtimiz Odil Hamrobekovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Odil Hamrobekov" deb yozib qo'yishni unutmang. Esingizda bo'lsa, birinchilardan bo'lib Abduqodir Husanovning Manchester Cityga ehtimoliy transfer to'g'risida video chiqarganimda juda ham ko'p insonlar ermak qilib, juda ham yomon kommentariyalar yozishgan. Kimdir yomon kommentariya yozsa, uni o'qib turib, boshqa odamlar ham shunday fikr bildiryapti. Har bir inson do'stlar o'z fikri bilan bo'lsin va do'stlar hamyurtimizni albatta qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang va mana hozirda Abduqodir Husanov ham aynan Manchester Cityda to'p surmoqda do'stlar. Keyin yozgan kommentariyangizga uyalib qolmaysiz degan umiddaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Eng so'nggi transferlar, eng so'nggi yangiliklar faqatgina O'zbek futboli kanalida chiqadi. Kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.